İsrailiya Erdoğan'ni yana og'zini yummasa Turkiyaning oqibati Eronnikidan ichinishli bo'ladi deb ogohlantirdi. Yaqinda Amerika aqllari ambiri to'g'rida Turkiyani beoram qilgan bir parcha maqola e'lon qilindi. Bu maqolaning avtori 5 burchakli binoning sobiq amaldori, Amerika korxona tadqiqot o'rnining oliy tadqiqotchisi Michael Rubin. Agar Erdo'g'an yana o'zini tortmasa, İsrailiya Turkiyaga oldin zarba berishi mumkin deb qaradi. Uning ustiga İsrailiya qo'l solsa, Turkiyaning oqibati yengil zarbaga uchragan Erondanmi ichinishli bo'lishi mumkin. Erdo'g'anni tunuydiganlarning hammasi biladi. G'arbiy Osiyo rayonidagi danglik siyosiy arbob Erdo'g'an Netanyahu bilan izchil tirkishib kelgan. U Netanyahuni davrimizdagi Gitler deb ko'p qitim tillagan. 2026-yili Turkiya sud mahkamasi Netanyahuni oshkora arz qilib, uningga 4500 yillik muddatli qamoq jazosi berishni talab qilgan. Erdo'g'an 10 yil vaqt sarf qilib, o'zini islom dunyosidagi Isroiliyaga qarshi lagerdagi belgi xarakterlik shaxslarning biri qilib yaratdi. Erdo'g'an og'zida ish qilib qolmay, harakatida qilgan. Turkiya Hamasning yuqori qatlamidagilarni Istanbulda ish bajarishga qo'shildi. İsrailiya axborot sohasi tarafidan Hamasning eng chong tashqi qo'llovchisi deb bekitildi. Bundan boshqa İsrailiyani texmo beoram qiladigan Erdo'g'anning Eronliklarga o'xshash yadro qara niyati bor. Bu bir yurish birikmishni urganda Erdo'g'an nimaga do tikdi? U 3 ishqa do tikyapti. Ya'ni İsrailiya Shimoliy Atlantik aktiv tashkilotiga a'zo bir davlatga chiqilishga jur'at qila olmaydi deb o'ylash. Lekin Amerika İsrailiyaning o'rni va har xil manfaatini ko'zda tutib, har qanday o'ch ilishni hazm qila oladi. Bu haqiqatan bir cho'ng qimor. Lekin tarixda bu xil qimorni og'dirgan dilo misollari ko'p. Chunki İsrailiyaning bexatarlik logikasi normal davlatlarnikiga o'xshamaydi. Eron Turkiyadan ojiz bo'lganligidan emas, balki İsrailliklar bekitgan yadro qizilsizligiga dastiganligidan tayoq yedi desakmi bo'ladi. Hazır Erdoğan İsrailliklarni besaramjan qiladigan bu yo'lda qaytib manganda qiladi. Robin maqolasida bir misolni naql keltirib, navbatdagi Turkiya İsrailiya vaziyatini tasvirlagan. U bo'lsa-mu 60 yil ilgirki Misr İsrailiya 6 kunlik urushi. Shu yili shu chaqdagi Misr zontini Nasirmi og'zini yugan ichib, biz İsrailiyadan iborat bu bakteriyani xaritadan o'chiramiz. Falastinga qumga dassab emas, Yahudilarning qiniga dassab kirimiz degan. Bu shuvarlarning turkisida Nasir oldi bilan Tiran bo'g'izini qamal qildi. Andan qo'shinni Sinay yerim oraliga yo'tkidi. Nasirmi do'g'i tikyotdi. İsrailiya Misrni nimish qila oladi deb. Lekin amaliyat shuni isbotladiki, Nasir xato mo'lcharlab qolgan. 1967-yili 6-oyning 5-kuni İsrailiya havo armiyasi qiziq nuqta harakatini qo'zg'adi. Qisqagina 3 soat ichida Misr havo armiyasining 300 dan ortiq aeroplani uchish yo'lida portlatib etildi. 6 kundan keyin urush oyoqlashdi. Nasir shuningdan e'tiboran bir yiqilibla asliga kelolmay 2 yildan keyin tushkunlik ichida olamdan o'tdi. Rubinning bu tarixiy dilo misolini naql keltirishi faqat oldin qo'l silish, qattiq qo'l silish kinining İsrailliklarning qiniga singib ketganligini, azaldan yo'qab baxmaganligini, ular faqat o'zining bunday qilishiga loyiq keyingi raqibini saqlayotganligini tushuntirishdan boshqa narsa emas xolos. Navbatdagi vaziyatdan qaraganda Turkiya Eronga o'xshash mushundoq salohiyatga ega. Bo'libmi Turkiya? Chunki Turkiyaning Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti guruhidami sal qarashga bo'lmaydigan zamonaviy armiyasi, bo'libmi havo armiyasi bor. Shuning bilan bir vaqtda yana islom dunyosidagi eng kuchli harbiy sanoat ishlab chiqarish iqtidoriga ega. Agar bir maydon oldin qo'silish havo hujumi qo'zg'asa, Turkiya havo armiyasining sarxil kuchiga og'ir ziyon yetkazib, 2026-yildagi Amerika, Isroiliya, Eron urushi, hatto 1967-yildagi 6 kunlik urushning unumini qo'lga keltirgani bo'ladi. İsrailliklarning xarakteri va ish bir taraf qilish uslubi bo'yicha aytganda Netanyahu buningdan qilch tap tortmaydi. Ana bu İsrailiyacha realizm. Ular ojizlarga yistashni qilmaydi. Kuchliklardan qo'rqmaydi. Ular faqat birla narsaga hurmat qiladi. Bu bo'lsa-mu o'zining mavjudligiga bo'lgan tahdidni to'g'ri baholash.
İsrailiyadan kelgan yoshurun zarba bahası qarta Erdoğan'ın növətdəki ən çox psixikalik müdafiə sepi balkim rivoyatlardagi Şimal Atlantik Akti Təşkilatı nizamnamasının 5-ci maddəsi. Yani 3. tarafning Şimal Atlantik Akti Təşkilatıga a'zo har qanday bir davlatga qurolliq hujum qilishi barliq a'zo davlatlarga qartilgan kollektiv hujum deb qaralishi. Gerçi shundoq deyilsimi, inchik surishtirsak, Şimal Atlantik Akti Təşkilatı nizamnamasının 5-ci maddəsinin hamma yerdə yo'q bor. Şimal Atlantik Akti Təşkilatı tədbir belgilashda o'rtaq tunishqa tayinadi. Yani her qanday bir a'zo davlat 5-ci maddani yo'lga qo'yishni rad qilsa bo'ladi. Gretsiya qanday bilet tashlaydi? Siprus qanday bilet tashlaydi? Erdoğan Şimal Atlantik Akti Təşkilatıning ichki qismidan necha qitim qaqti so'qti qilgan, tahdid solgan. Qaqti so'qti qilingan Yevropa davlatlari yana qanday bilet tashlaydi? Ondan boshqa Amerikaning pozitsiyasi, Türkiye'nin harbiy bazasida hozirgacha Amerika armiyasi turibdi. İsrail'e qo'l salmoqchi bo'lsa, Amerika bilan oldin aloqalashmasligi mumkin emas. Agar shu chaqda Amerika sukut qilishni tanlasa, bu amaliyotda bir xil signal bo'ladi. Navbatdagi O'rta Sharq vaziyatiga nazar solsak, salmoqlik bilan aytganda, Erdo'g'an ziyonkashlikka uchirg'ichi emas. Netanyahu mu haqqoniyat elchisi emas. Bu ikki kuchli odam barliq fishkisini do'g'i tikkan qimar o'ynag'uchi. Erdoğan İsrailiyaning ustalni o'rib hujum qilishiga jur'at qilolmasligiga do'q tikdi. Netanyahu oldi bilan qo'l silishmi yoki saqlab foyda ziyonni ayirishga do'q tikdi. Har ikkilisida qarshi tarafni o'limga duchor qilishga sababi bor. Hech kimdan oliy janob emas. Hozir birdan bir jazmlashtirgili bo'ladigan shuki, agar bu qimor ustili rostila o'rilib ketsa, undaqda yuz bergan to'qinish balkim hozirgi Amerika, İsrailiya, İran urushidanmi cho'ng bo'lishi mumkin. Butkul O'rta Sharq buningga chetilib qilishi mumkin. Erdo'g'an yetarlik aqlliq bo'lsa, ironliklardan bir savoq ilishi kerak edi. İsrailliklarning bombasi sizning ovozingizning yuqori yangroq bo'lganligi uchunla oyilib mangmaydi. Netanyahu agar sagak bo'lsa, ayni yillardagi ibratlarni esida tutish kerak edi. 6 kunlik urushning g'albisi İsrailiyaga haqiqiy tinchlik ilib kelolmadi. İsrailiya yanıla keyingi maydon urushining yo'lida jon tikib chipib yurdi. O'rta Sharqda o'z hayotini do'g'i tikib, yangiman deb qaraydiganlar azaldan kam emas. Nasir do'g'i tikib boqqan. Saddam do'g'i tikib boqqan. İranning doisi va inqilobiy atirtining yuqori darajadagi kinarlarining hammasi do'g'i tikib boqqan. O'rta Sharqdagi qimor ustilda begunoh odam yo'q. Faqat mag'lubiyatchi va texi quttirib qo'ymagan odamlar bor.